Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otaxonlar va onaxonlar. Bugun siz pensiyani naqd pulda olish jarayoni 2026-yildan boshlab qanday qilib juda ham osonlashayotgani haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bu xabar nafaqat sizning, balki butun oilangizning hayotini sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Hozir sizga barchasini tushuntirib beraman. Keling, avvalo bir savol bilan murojaat qilay. Eslaysizmi, yoshligingizda tong sahardan kechgacha qanday mehnat qilgansiz? Har bir gishtni qo'yishda, har bir dala ekinini parvarishlashda, har bir xizmatni ko'rsatishda, vatan taraqqiyoti uchun vijdonan ter to'kib, halol ishlagansiz. Sizning qo'llaringiz bu yurtning kelajagi uchun mustahkam poydevor qo'ygan. Sizning har bir kuningiz fidokorona mehnatga, matonatga va sabrga to'la bo'lgan. O'sha mehnatlaringizning mevasi bo'lmish, nafaqani olish uchun esa qanchalik qiyinchiliklarga duch keldingiz. Ba'zilar bank kartasidan foydalanishni bilmay, xijolat chekkan, qaysidir farzandidan, nabirasidan yordam so'rashga majbur bo'lgan. Ba'zilar bank filiallariga borish uchun uzoq yo'l bosib, uzun navbatlarda turishga majbur bo'lgan. O'sha paytda yelkangizga tushgan yukni bir eslangchi. Axir sizning qadringiz, hurmatingiz cheksiz, shunday emasmi? Siz shuncha yil, shuncha kuch sarflab jamiyat uchun xizmat qildingiz, umringizni shu yurtga bag'ishladingiz. Endi esa sizga xizmat qilish, sizning tinchligingiz va qulayligingizni ta'minlash jamiyatning va davlatning burchi. Keling, o'sha mehnat yillaringizni, olgan eng birinchi nafaqangizni eslaylik. Sizningcha davlat shu qadar fidokorona mehnat qilgan insonlarga pensiya olish jarayonini osonlashtirishga, ularning qadrini joyiga qo'yishga qanchalik e'tibor berish kerak? Necha yil stajingiz borligini izohlarda yozing va o'z fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Sizning hikoyalaringiz biz uchun juda muhim. Bugungi mavzu har bir nafaqaxo'r uchun juda dolzarb. Shuning uchun bunday muhim o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero har bir yangilik sizning huquqlaringizni himoya qilishga, hayotingizni yanada qulay qilishga xizmat qiladi. Biz bu yerda sizning manfaatlaringizni himoya qilish, huquqiy savodxonligingizni oshirish uchun faoliyat yuritamiz. Avvallari nafaqani naqd pulda olish jarayoni qanday edi? Ko'pchilik uchun bu haqiqiy sinovga aylangan edi, to'g'rimi? Ayniqsa 60 yoshdan oshgan, salomatligi sustroq bo'lgan insonlar uchun bank kartasidan foydalanish, bankomatdan pul yechish yoki bank kassalarida uzoq navbat kutish qanchalik og'ir kechganini barchamiz yaxshi bilamiz. Ba'zan pensiya pulini olish uchun kunning bir qismi yo'lda va navbat kutishda o'tib ketardi. Bu esa keksa yoshdagi insonlar uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham og'irlik tug'dirardi. Kimlardir farzandlariga yoki nabiralariga qarab qolishga majbur bo'lardi. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Axir men o'z mehnatim bilan topgan pulimni olishim uchun ham birovga suyanishim kerakmi, degan savol ko'pchilikni qiynagani aniq. Bu holatda nafaqaxo'rlar o'zini ba'zan ojiz his qilardi, chunki ularning mustaqilligi cheklanardi. Bu holat nafaqaxo'rlarning jamiyatdagi o'rniga, ularning qadriga to'g'ri kelmasdi. Davlatning asosiy maqsadlaridan biri har bir fuqaroning, ayniqsa keksa yoshdagi insonlarning qulay va munosib hayot kechirishini ta'minlashdir. Ammo pensiya olishdagi bu qiyinchiliklar o'sha maqsadga erishishda to'siq bo'lib kelayotgan edi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda pensiyani naqd pulda olish jarayoni juda ham soddalashtiriladi. Agar yoshi 60 dan oshgan keksa insonga bank kartasidan foydalanish noqulay bo'lsa, u endi o'z oylik nafaqa to'lovlarini Xalq banki kassalari orqali naqd shaklda uyga yetkazib berish bilan olishga o'tishi mumkin. Bu jarayon ancha tezroq va ortiqcha byurokratiyasiz amalga oshiriladi. Tasavvur qiling, sizga bankka borish shart emas, navbat kutishga hojat yo'q. Bank kartangizni qanday ishlatishni bilmay xijolat tortishdan xalos bo'lasiz. Endi pensiya pulingiz sizning uyingizga, o'zingizga qulay vaqtda olib kelinadi. Bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy yengillik ham beradi. Keksa insonlarning qadri shu kabi kichik, ammo muhim detallarda o'z aksini topadi. Bu o'zgarish shuni ko'rsatadiki, davlat va jamiyat o'zining keksa avlodiga nisbatan yanada e'tiborli bo'lishga intilmoqda. Texnologik taraqqiyot qanchalik tez rivojlanmasin, biz insoniy qadriyatlarni, ayniqsa keksalarning qulayligini unutmasligimiz kerak. Endi qaysi toifadagi nafaqaxo'rlar bu o'zgarishdan ko'proq foyda ko'rishini va qaysi birining ehtiyojlari birinchi navbatda qondirilishini aytib o'tay.
Birinchi navbatda bu yolg'iz yashovchi, salomatligi sust bo'lgan, shuningdek, bank infratuzilmasidan uzoqda joylashgan qishloqlarda yashovchi insonlar uchun juda katta qulaylik yaratadi. Ular uchun har safar bankka borish haqiqiy mashaqqat edi. Nogironligi bor fuqarolarimiz, ko'zi ojiz yoki eshitishida nuqsoni bor insonlar ham bank kartasidan foydalanishda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ushbu soddalashuv aynan ular uchun mo'ljallangan. Bu xalqimizning eng zaif qatlamlarini himoya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Ba'zi keksa yoshdagi fuqarolarimiz nafaqasini ko'paytirish masalasi bilan ham qiziqishlari tabiiy. Bilamizki, har yili davlat tomonidan pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish mexanizmi mavjud. Bu pensiya miqdorining qadrsizlanishining oldini olishga xizmat qiladi. Lekin bugungi kunda asosiy mavzu bu nafaqani qanday olishdagi qulaylikdir. Axir, nafaqangiz qanchalik ko'p bo'lmasin, uni qiyinchilik bilan olsangiz, uning mazasi qolmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun bu o'zgarish nafaqa hollarimizning hayotini sifatiy jihatdan yaxshilashga qaratilgan. Davlatimiz siyosatida inson qadri oliy qadriyat deb e'lon qilingan ekan. Bu kabi o'zgarishlar ayni muddaodir. Har bir keksa inson o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishi, uning fikri, uning xohish-istaklari inobatga olinishi kerak. Texnologik taraqqiyot inson uchun xizmat qilishi lozim. Inson texnologiyaga moslashishga majbur bo'lmasligi kerak. Ayniqsa, keksa yoshdagi fuqarolarimizga texnologiyalarning murakkab tomonlarini o'zlashtirish majburiyatini yuklash adolatdan emas. Endi esa bu muammo hal etilmoqda. Sizningcha, davlat qariyalarimizning qulayligi va farovonligi uchun yanada qanday choralar ko'rish kerak? Bu borada o'z takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir taklifingiz jamiyatimiz rivoji uchun juda muhim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatdan qanday chiqish kerak? Ya'ni nafaqani naqd pulda olishga o'tish uchun qanday harakatlar qilish lozim? Hali 2026-yilgacha bir oz vaqt bor, lekin hozirdan bilib qo'yganingiz ma'qul. Soddalashtirilgan tizim joriy etilgandan so'ng pensiyani naqd pulda uyga yetkazib berish bilan olishni istagan nafaqaxo'rlar Xalq bankining istalgan filialiga murojaat qilishlari yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga ariza topshirishlari kifoya bo'ladi. Arizada siz o'z xohishingizni, ya'ni pensiyani naqd pulda olish istagingizni bildirasiz. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu jarayon uchun ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi, chunki davlatimizning maqsadi aynan byurokratiyani kamaytirishdir. Asosan, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasportingiz va pensiya guvohnomangiz yetarli bo'lishi kutilmoqda. Arizangiz ko'rib chiqilgandan so'ng, pensiya jamg'armasi va Xalq banki o'rtasidagi hamkorlik doirasida sizning pensiyangizni naqd pulda yetkazib berish mexanizmi ishga tushadi. Bu haqda sizga qo'shimcha ma'lumot beriladi, jumladan yetkazib berish vaqti va tartibi haqida. Aytib o'tish joizki, bu xizmat siz uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Sizdan hech qanday qo'shimcha to'lov undirilmaydi. Bu esa yana bir bor davlatimizning keksa avlodga g'amxo'rligi namunasidir. Shuni ham yodda tutish kerakki, bank kartasi orqali nafaqa olishda davom etishni xohlaganlar uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu qoidalar faqat naqd pulda olishni afzal ko'rganlar uchun qo'shimcha qulaylikdir. Bu tanlash imkoniyatini berish eng muhimi. Chunki har bir insonning o'ziga xos sharoitlari, imkoniyatlari va xohishlari bor. Davlatning vazifasi ana shu xohish-istaklarni inobatga olib, har bir fuqaro uchun maksimal darajada qulaylik yaratishdir. Bu o'zgarish pensiya ta'minoti tizimini yanada insonparvar, zamonaviy va adolatli qilish yo'lidagi muhim qadamdir. Uzoq umr ko'rgan, vatanimiz ravnaqi yo'lida ter to'kkan har bir inson o'zining munosib qariligini osoyishta, tinch va xotirjam o'tkazishga haqlidir. Pensiya pulini olishdagi kabi oddiy jarayon ham ularning hayotida ijobiy o'zgarishlar yasashi mumkin. Bu o'zgarishlar faqatgina bir jarayonni soddalashtirib qolmay, balki keksa avlodimizga bo'lgan hurmatimizni, ularning qadriga yetishimizni ham aks ettiradi. Xulosa qilib aytganda, bugun biz o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar uchun 2026-yildan boshlab nafaqani naqd pulda olish jarayoni qanday soddalashgani haqida gaplashdik. Endi o'zingizga savol bering. Eski tizimdagi sarson-sargardonlik va yangi, soddalashtirilgan usul sizningcha qaysi biri keksa avlodimizga munosibroq hurmat va g'amxo'rlikni ifodalaydi? Izohlarda javobingizni kutamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda qadrli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli tomoshabinlar.